Real Madrid kelasi hafta 150 million yevroga sotib olish mumkin bo'lgan va Florentino Perez aytgan ta'riflarga mos keladigan top 5 futbolchi. Bu ro'yxatda sizni hayron qoldiradigan futbolchilar mavjud. 5-o'rinda Pedri. Ha, to'g'ri eshityapsiz. Barselona futbolchisi. Nega bu ro'yxatda bor? Chunki Florentino Perez aynan Pedrining personal muxlisi. Bilsangiz, har yozda Pedri Real Madridga o'tadi degan xabarlar chiqaveradi. Bundan tashqari Pedri super yulduz, yarim himoyada o'yinni hal qila oladigan futbolchi, jamoasini oldinga yetaklaydigan lider. Ammo Pedrini Barselonadan Real Madridga ko'chib o'tishi haqiqatan judalar yiroq degan bo'lardim. 4-futbolchi esa Jamal Musiala. Ha, u ham super yulduz, bundan tashqari yosh, yarim himoyachi, 150 million yevroga menimcha tortadi. U ham bo'lishi mumkin. 3-futbolchi esa Julian Alvarez. Ha, Barselona qiziqayotgan, Atletico Madrid sotishni istamayotgan Julian Alvarez ayni paytdagi super yulduzlardan biri. Ayniqsa Atletico Madriddagi o'yinlari bilan u barcha futbolchilarni hayron qoldirdi. Ammo Florentino Perez o'z intervyusida, bayonotida muxlislarga aytgan so'zlarida u sotib oladigan futbolchining yoshiga alohida e'tibor qaratdi. Ya'ni biz sotib oladigan futbolchi yosh super yulduzdir. Julian Alvarez esa ayni paytda 26 yoshda. Nega bu ro'yxatda Erling Haaland, Michael Olise, yana Angliya Premyer Ligasidan futbolchilar yo'q deb hayron qolayotgan bo'lsangiz, avvalgi videoda ham aytgandim, yana bir bor eslatib o'taman. Florentino Perez bu transfer Angliya Premyer Ligasidagi birorta futbolchi emas dedi. Shunday ekan, Saka, Rice, Yoshko Gvardiol, yana boshqa Angliya Premyer Ligasida o'ynaydigan futbolchilar bu ro'yxatga kira olmaydi.